maxluq uyg'ondi. Uning ismi Cho'qintoy edi va bu tunda kim qurbon bo'lishini hech kim bilmaydi. Hozir deyapman-ku. Tezroq, iltimos. Nima, yordam kerakmi? Ha, seni agrotingda Cho'qintoy. Nima? Cho'qintoy? Yo'q, Cho'qintoy. Stop. Kim u? Sen yaqinda ko'chib kelgansan, bilmaysan. Ha, men mana bu yerda yashayman. 16-dom, 16-uy. Ha, mana bu men yotadigan joyim. Xo'sh, shu yerda uxlab ovoz eshitdim. Qanaqangi ovoz? Agrotingdan keldi. Qanaqa ovoz? Shitirlagan. Aha, xo'sh. O, Cho'qintoy uyg'ondi. Qoch iltimos sendan. Qayoqqa qochaman? Bilmadim, men ketdim. Stop, nima? Bular tom ketganmi? Hozir meni kecha soat 3 da uyg'otib, hammaga salom do'stlar. Mening ismim Michael va yangi videomga xush kelibsizlar. Men mana shu 67-qishloqda yashayman va meni yonimga bunaqangi gap bilan birinchi marta kelishlari bu uyni yaqinda sotib oldim. Mana buncha pulga boyman deb maqtanish niyatim yo'q, lekin mana bu ferma ham meniki. G'alati. Shunchaki qo'rqitishmoqchi shekilli, Nurson Cho'qintoymish. Bilaman qanaqangi Cho'qintoylar bo'ladi. Uyquning belgi tepishdi. Mayli, hozir yana uxlab qolsam bo'lgani. Ertalikgacha dumalab chiqish niyatim yo'q, chunki hech narsani qo'yganim yo'q hali joyiga va shunchaki ertalab bo'libdi. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Michael va bilasizlarmi? Kechasi bilan uxlashga qo'yishmadi. Nurson qanaqadir ovozlar haqida gapirib chiqishdi. Yonimga 3 ta jisil tikildi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Naqd 3 ta ya. Mayli. Birinchisini videoga olishga ulgurdim, lekin ikkinchisi kelgandan keyin videoga olmadim. Hammasi yaxshi ko'rdinglarmi? Shunchaki yongan uy va agarotim Cho'qintoymish. Aytishlaricha, qanaqadir Cho'qintoy bor emish, suv tagidan chiqib kelarim. Kitob. Bu nima bo'ldi? Stop, suyakmi? Agarotni ichida qaysi ahmoq tiqib ketdi? Axir bug'doy odamlar yeydi, non qilishadi. Bular esa shunchaki meni qo'rqitishmoqchi. Mayli, hozir merga ko'rsatamiz. Rasmga olish kerak buni. Yaxshi. Qani hozir merga olib borib ko'rsataychi, nima derkin bu hazilkashlarni, qo'rqinchli hikoyalar aytuvchilarni, suv tagidan chiqib keluvchilarni. Mer tanishim. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Xullas, bilasizmi nima bo'ldi? Nima? Qaysidir ongi pastlar agrotimga suyak tiqib ketishdi. Nima? Bizda hech kim bunday qilmaydi. Yo'q, unday qilmaydimi? Yo'q. Tushunarli, demak meni yolg'onchi demoqchisiz. Yo'q, unday deganim yo'q men. Shunchaki bo'lishi mumkin emas. Yuring ko'rsataman. Yo'q, shart emas, ishonaman. Yuring, janob mer, ko'rsataman. Qani siz? Bo'pti, boryapman. Qani ko'rsat. Xo'sh, qani hozir ko'rsataman. Keling. Shunchaki tiqib ketishgan. Kirayiga ko'rmaydi deb o'ylash. Mana bu yerda suyak bor edi. Qayerda? Mana shu yerda turgan edi suyak. Men sizga qasam ichishim mumkin. Yo'q, shart emas. Balki ertalabdan turganingga toza havo boshingni aylantirib, nimalar deyapsiz? Men ahmoq emasman. Bu yerda turgan edi. Hozir mana rasmini ko'ring. Rostdan bilmasam. Hayronman. Bilmadim rostdan. Istasang senga motika sovg'a qilaman. Motika nima qilaman? Shunchaki fermaga qarab qo'y. Mayli, katta rahmat. Muammoni hal qilmaymiz. Demak, yo'q, men nima qilib beraverardim? Jitellaringizdan so'rasangiz bo'ladi, kim bunday qildi ekan? Yo'q, men albatta so'rayman. Sen shunchaki ishingni qil, xo'pmi? Xo'p, mayli. Bir marta ko'zimni yumaman. Albatta. Biz hal qilamiz. Xavotir olma, xo'pmi? Xo'p, tushunaman. Bilasizmi nima bo'ladi agarda dadamga telefon qilsam? U seni bu yerga dam olishga jo'natgan. Dam olishga, meni bu yerga qayta tarbiyalash uchun jo'natgan. Shu yerda qishloq sharoitini ko'rar ekanman va balki aqlim kirar ekan. Men senga ishonaman. Bilasiz, yana nima bo'ladi agarda biror nima chiqib keladigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin. Bilaman albatta. Men o'zim istasangiz zabor qurib qo'yishim mumkin atrofda. Yo'q, zabor qurish shart emas. Siz jitellaringiz bilan gaplashsangiz bo'lgani. Albatta gaplashaman. Ushlang. Bo'pti, damingni ol. Rahmat. Bo'ldi, bu yerdan ketdim. Mana bug'doyni, urug'larni ham oling. Bo'pti, rahmat. Do'stlar, bularni ozgina qo'rqitmasa, ishqilib Cho'qintoy kelmasa bo'lganida. Yosh yigit axir. Yaxshi. Endi esa narsalardan o'ylashimcha qo'yib chiqsam bo'ladi, chunki menga hech kim xalaqit bermaydi o'ylashimcha. Suyak chiqib keldi. Tasavvur qilinglar, agarotdan. Mayli. Tak, kravatni mana shu yerga qo'yganim ma'qul. Mana bunaqasiga. Okey, endi esa yoniga stol va stol. Ajoyib, hammasi chiroyli bo'ldi. Bu yoqqa pechka va versak tepadan esa yo'q, birozgina noto'g'ri dizayn ketyapti. Tepaga qo'yib bo'lmaydi axir shkaflarni. Katta eshikli bo'lsa ham mayli edi. Mana bu yoqqa ikkita stol. Yo'q, do'stlar, umuman dizaynni noto'g'ri qilyapmiz. Menga yoqmayapti. Bu yerdan stollarni olamiz. Sizlar esa albatta kanalga obuna bo'linglar, do'stlar, chunki obunachilarimiz ko'paysa videolarimiz ham ko'proq va qiziqroq chiqadi. Okey, yaxshi. Endi esa bu yerdan mana bu ikkita tumbani olib tashlamasak bo'lmaydi, chunki umuman beso'naqay bo'lib qoldi ikkita stol. Tak, birozgina kulgili, lekin men kulgim kelyapti, chunki bu yerda
yashashim kerak. Ha, tak buni olamiz. Mana bu tepadagilarni ham olishimiz kerak. Yes. Endi tepaga ikkita instrumentlarimizni qo'yamiz, bloklar joyida. Endi esa pastdan, mana endi zo'r bo'ldi. Yiqilib tushmasligi uchun hech narsa mana bunday stul. Buni qaranglar. Mana bu style, mana bu dizayn bo'ldi. Yaxshi, endi esa qolgan narsalarni bu yoqqa olib chiqsak bo'ladi. Chunki ichkarimiz to'ldi. Mana bu nakovalni menga kerak emas. Men bu bilan ishlamayman. Baribir bu yoqqa faqatgina stol va stulni qo'yamiz va dam olishimiz mumkin agrotimizga qarab. Mana bu do'stlar qishloq hayoti deyiladi. Mayli, baribir ham shaharni sog'inaman, lekin bu yerda ham yashash mumkin. Podolga ham hali tushib ko'rish kerak, lekin vaqtim bo'lgani yo'q. Balki qiziq biror nima toparman. Tak, bu yerda bizga kerak emas narsalar turadi. Instrument va pullar shu yerda tursin. Hozircha qornim ochgani yo'q, lekin baribir ham narsalar olish kerak. Xo'sh. Uyqum kelib ketdi. Qishloq hayoti menga mos emas ekan. Tasavvur qilinglar, shuncha narsani bepulga berishdi. Shunchaki yangi kelgan deb tak stop eshikni ochiq qoldirganmidim. Menimcha yopib ketgan edim. Kamerani o'chirdim-da, keyin eshikni qulfladim yoki shunchaki charchaganimdan ochiq qoldirgan bo'lsam kerak. Xayolimda esa xuddiki yopgandek bo'lgan. Okey, mayli, tak, narsalarni olamiz. Stop. Menda ko'mir yo'q ekan. Qanaqasiga endi go'shtni pishiraman? Jenurson shaxtaga borishga to'g'ri keladi. Yarim kecha bo'lib qoladi qaytgunimcha. Qornim ta'tilib ketish shundoq ham, lekin qishloqda qiziq joylar ko'p ekan. Mayli, bu safar aniq qulflayman. Bo'ldi. Qulflandi. Endi ketsak bo'ladi. Do'stlar, menimcha videoni esnab o'tkazsam kerak. Bu nima bo'ldi do'stlar? Chiroq yonib o'chdimi podvalda? Yo, uy ichidami? Stop, axir bu safar aniq qulflagandim. Ichkarida kimdir bormi nima? Tushga to'g'ri keladi shekilli. Okey. Bo'ldi, birinchi marta. Xo'sh, balki bu yerda elektr nima? Bu qamoqxonami? Hey, hoy, kim yopib qo'ydi meni? Hoy, ochinglar. Hey, Chinurson, qishloqlar, yaramaslar, Chinurson buni ochildi. Xudoga shukr. Yo, ishtonimni o'shini qisib qoldi. Yo, do'stlar, menga bu yoqmayapti. Bu qishloqqa bekor keldim. Ertaga dadamga, dadam ishonmaydi, bahona qilyapti deb o'ylaydi. Mayli, bo'ldi. Shunchaki charchaganimdan bo'lishi mumkin. Balki umuman hech narsa yonmagandir yoki yongan bo'lsa ham, rostdan yerda elektr chiroqlar bo'lsa, axir podval sovuq, yana yer tagida ancha chuqur ekan. Shunchaki buzilgan bo'lishi mumkin. Mayli, xo'sh, tinchlanish kerak. Hali ham qo'lim qaltirab turibdi. Balki jitlar qilayotgandir. Bo'lishi mumkin. Shunchaki bu shaharlik deb meni chiqishtirmaslik uchun ketsin deb. Axir albatta hammalar orzu qiladigan uyni kelib bitta dadam olib berib ketdi. Do'stlar, aldagandim, men o'zim olmadim. Mayli, bo'ldi. Xo'sh, hozir YouTubedan sevimli blogerim Redartni tomosha qilaman. Shunda, bu ham yana jinlar haqida video chiqaribdi. Tushunmadim. Xo'y, kim? Odamlar. Chinurson, mayli. Hozir ko'ramiz. Bu yerda kim? Nima? Chiroq o'chib qoldimi? Yo, bu yerda fakil? Yo, men bu yerdan ketishim kerak do'stlar. Men bu yerda qolishni xohlamayman. Xo'sh, bularni olamiz va bu yoqqa. Bo'ldi. Tak. Hech kim yo'qmi? Hech kim. Yo'q, hech qanaqangi ovozlar kelmayapti. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Agrot o'z holida, hech qanaqangi cho'qintoyam yo'q. Men bir o'zimman. Sen bir o'zimman qishloqda. Tushunursan, yana eng chekkasida o'tiribman qishloqni. Nima qilishni bilmadim. Boltam bor albatta, lekin o'zimni himoya qilishga qiynalishim. Ana bitlar kelyaptimi o'rmon tarafda? G'alat. Nima? Tushunmadim. Bu yana nimasi? Tak. Hoy, kimdir bormi bu yerda? Odamlar. Hey, meni tak. Bu izlarmi? Suvdan chiqib ketdi. Tak, yo, bo'lishi mumkin emas. Nahotki cho'qintoy haqiqat bilsa. Tak, qayerga olib boryapsizlar? Nima? Eshik qani? Tushunmadim. Hoy, mana eshik. Tak. Ovoz chiqmasin, bu yoqqa kel. Hoy, ketdik. Xo'p, janob mer, nima bo'lyapti, tushuntirib berasizmi? Kel ichkariga. Okey, bo'ldi. Nima bo'lyapti? Cho'qintoy. Bugun ana o'lgan kuni tushunmadim. Qanaqangi cho'qintoy, qanaqa o'lgan kun? Rostmi? Ancha avval bir fermer bir bolani o'ldirgan. Nima uchun? Xullas, o bola qiziga gap otgan, keyin esa jasadini shunchaki ko'mib tashlagan. Suv tagiga. Tushunursan, keyin nima bo'lgan? Xullas,
tursak, u bolani buvisi jodugar ekan va u jodu qilib, Cho'qintoyni tiriltirdi. Tiriltirdi. Ha, u suv tagidan chiqib kelardi. Shuning uchun ham Cho'qintoy deb erkalatib chaqiramiz. Endi esa o'yinga bor, xo'pmi? Xo'p. Tushunursin do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Erkalatib Cho'qintoy deb chaqirishar ekan. O'lgan ruhni. Do'stlar, bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Yovuz ruhni Cho'qintoy deb erkalatib. Ha. Yo'q, men bu yerda qolmayman. Bu yerda qolmayman. Men bu yerdan ketishim kerak. La'natlangan qishloq Cho'qintoy.